O'zbekiston benzin narxi bo'yicha dunyodagi reytingni yangiladi. Joriy yilning 14-sentyabr holatiga ko'ra, O'zbekiston eng arzon yonilg'i bo'yicha dunyoning 127 davlati orasida 30-o'rinni egalladi. O'zbekistonda 1 litr benzinning o'rtacha narxi 98 sent tashkil qildi. Bu taxminan 1 litr benzin 11.900 so'm degani. Milliy statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotda 2025-yil yanvar-iyun oylarida o'rtacha oylik ish haqi qariyb 6 million so'm tashkil etgani aytilgan edi. Masalan, AQShda o'rtacha ish haqiga 2000-2500 litr benzin sotib olish mumkin. Rossiyada ham 1000 litrdan ko'proq, O'zbekistonda esa nari borsa 500 litr xolos. Shuning uchun ham benzinni yurtimizda asosan boylar ishlatadi. Aholining ko'p qismi metan gazdan foydalanadi. Yuqoridagi reytingda go'yo O'zbekiston benzin narxi bo'yicha yuqoriroq o'rinda ko'rsatilgan bo'lsa-da, aslida aholi daromadiga nisbatan olganda yoqilg'i narxi juda qimmat. Bunday qimmatchilikning sababi esa ayon. Yoqilg'i bozori monopollashtirib olingan va O'zbekiston o'zini o'zi to'liq ta'minlay olmaydi. Albatta bu tabiiy holat emas, balki yoqilg'i bozori bir to'da yuqori elita tomonidan sun'iy boshqarib kelinadi. Narxlar ham sun'iy ravishda qimmat holatda ushlab turiladi. Uning jabrini esa albatta shu xalqimiz tortyapti. Sun'iy paydo qilingan yoqilg'i yetishmovchiligi va qimmatligi odamlarning eng og'riqli muammolaridan biriga aylangan. Hozirgi yaroqsiz kapitalistik tuzum va uning iqtisodiy nizomining oqibati bu. Bu tuzumda har qanday narsaga manfaat, foyda olish e'tibordan qaraladi va odamlar manfaatining sarq-chaqali qiymati bo'lmaydi. Islomda esa buning tamoman aksi. Benzin kabi yoqilg'i mahsulotlari umumiy mulk turkumidan bo'lgan neftdan olinar ekan, demak, benzin ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlarni o'zi hisoblanadi. Bu esa musulmonlar yuqori sifatli va juda arzon benzinga ega bo'lishlarini anglatadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Ummatim 3 narsada sherikdir: suv, olov va yaylovda." Shuningdek, yoqilg'i bozorini bir to'da zo'ravonlar tomonidan egallab olinishiga ham mutlaqo yo'l qo'yilmaydi.